Assalomu alaykum, hurmatli adabiyot tor darsimizning qizg'in ishtirokchilari. Biz muajiratda o'zimizningki ona tilidan, yezikimizdan, milliy ma'rifimizdan, adabiyot va san'atimizdan uzoq yot bir muhit yashayapmiz. Biz garchi muajiratda o'zimizningki milliy ma'rifiga, til yezikiga, adabiyot san'atiga kuchgandek qilsakmi, lekin o'zimizningki vatan ichida erishgan imkoniyatlardan uzoq yashashganligimiz uchun muajiratda o'sib yetilayotgan farzandlarimiz, shundaqla muajirat o'qiyotgan bir turkum yoshlar va cho'nglar o'zimizningki milliy ma'rifidan, darsliklarimizdan, til yezikimizdan va ularning qoida qonuniyatlari va nazariy bilimlaridan mahrum holat yashmoqda. Biz dal shundaq bir bo'shliqni to'ldirish maqsadida kuchimizning yetishicha adabiyot nazariyasi va tarixidan bir yurish darsliklarni sizlarningki huzuringizga sunishga muvaffaq bo'ldik. Bir millatning adabiyoti u millatningki tarixini, tilini, kulturini, siyosiy, iqtisodiy ahvollarini, ijtimoiy fojialarini, siyosiy qismatlarini tarixdan kunimizga ulab zanjirlab mangdi. Bo'libmi milliy adabiyotga ega bir millatningki adabiyoti u millatningki tarixiy zirvalarini, psixologiyasini, milliy madaniyatini, kulturini, urf-odatini, diniy e'tiqodini va yashash shakllarini o'zining adabiyotida aks ettirdi. Shunglashqa bizning milliy adabiyotimiz, adabiyot nazariyalari biz uchun to'liq qimmatli. Mushundaq bir bo'shliqni to'ldirish maqsadida biz bir turkum darsliklarni ta'sis qildik. Tövanda darsliklarningki nazariy qismlari va tarixiy qismlarini biz sizlarning huzuringizga muddatga bo'lgan holatda yurishlik holati tayyorlashga tirishamiz.